Klient oldiga keldik. Boradigan masofamiz 4 kilometrdan oshiqroq 9 minutlik yo'l. Zakazimiz ham 13.500 ga olib keldik. Endi keyingi zakaz. Qani yo'qoylik liniyaga chiqaylik. Keyingi zakaz olamiz. $3.500 bilan beryapti 800 metrdan. Harakat mahallaga ekan 4 kilometr 200 metr 9 minutlik yo'l. Klientgacha 3 minutlik yo'l. Qani ketdik. Hozirgi zakazimizni olib keldik. Bir qiziq holat bo'ldi. Tupik mahallaga ichkariga kirdim. Orqachalab endi mijoz olgandan keyin orqachalab chiqib kelyapman-da. 16.500 bilan yopdik. Orqachalab chiqib kelyapman. Короче, aytayapti, keyin bu yoqqa yurasan deyapti-da. Rus ayol ekan, bu yoqqa yurasan deyapti. Tuda поедешь deyapti-da. Kuda desam tuda deyapti-da. Orqada o'tiribdi-da. Keyin qo'li bilan ko'rsatyapti-da. Men ko'rmayapman. Qaramayapman-da, chunki orqaga qarab kelyapman, ikkita bakovga qarayapman-da. Tuda deyapti-da. Kuda desam tuda deb qo'li bilan ko'rsatayotgan ekan-da. Men aytdim, налево или направо desam, налево deyapti-da. С моей стороны налево deyapti. Men aytdim, o'shani ayting-da. Налево, направо deb gapiring endi. Shunaqa deb aytdim. Men hozir keyin olib kelib tashladim, olib kelib tashlasam, sekin tushib ketyapti-da. Женщина dedim. У вас dedim, оплата наличными стоит desam, да ладно deb qo'yadi. Da dedim, keyin berdi. 100 ming TL beryapti, 16.500 so'm bo'lgan, 100 ming TL beryapti-da. Mayli endi yaxshiyam zdachga pul bor-da. Men o'shani berdim. Bog'chadami ishlar ekan shekilli. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, endi og'ir bosiq bo'lib qabul qilaveramiz. Xo'p, buni bajardik. Endi liniyaga chiqamiz. Xo'p, hozir biz qizargan joydamiz. Normalniy bir 15 ming, 20 minglik koefitsiyentli bersa yaxshi bo'lardi.